Buxoro viloyati Yoshlar ishlari boshqarmasi va Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi hamkorligida Ta'lim va kasb 2025 an'anaviy ko'rgazmasi tashkil etildi. Ko'rgazmada Rossiya, Belarus, Qozog'iston, Ozarbayjon, Turkiya, Litva kabi davlatlarning 20 dan ortiq oliy ta'lim muassasalari vakillari ishtirok etdi. Maktab o'quvchilari xorijiy oliy ta'lim imkoniyatlari, grant dasturlari va mutaxassisliklar haqida batafsil ma'lumotlar oldilar. Buxoro viloyati Yoshlar ishlari boshqarmasi hamda Maktabgacha va maktab ta'lim vazirligi hamkorligida Ta'lim va kasb 2025 an'anaviy ko'rgazmasi tashkil etildi. Tadbir Buxoro viloyati Yoshlar markazida bo'lib o'tdi. Ko'rgazmada Rossiya Federatsiyasi, Belarus, Qozog'iston, Ozarbayjon, Turkiya, Litva kabi davlatlarning 20 dan ortiq yetakchi oliy ta'lim muassasalari vakillari ishtirok etdi. Bu ko'rgazmamizda hozir 20 dan ortiq davlatdan kelgan qatnashuvchilarimiz qatnashmoqda va shu bilan birgalikda qolgan, ya'ni 12 ta viloyatimizda mana xuddi shunga o'xshagan tadbirlarimiz bo'lib o'tadi va bitiruvchilarimizni shu tadbirga chaqirib qolamiz. Tadbir davomida o'quvchilar xorijiy oliy ta'lim muassasalariga o'qishga kirish shartlari, mavjud grant dasturlari hamda qiziqqan yo'nalishlari va mutaxassisliklar bo'yicha batafsil ma'lumotlarga ega bo'ldilar. Ta'lim va kasb 2025 ko'rgazmasi dasturiga ko'ra, ushbu tadbir O'zbekistonning 12 ta viloyatida bosqichma-bosqich o'tkazilishi rejalashtirilgan.